Hammaga biz Jarqon tumanida yangi navbatdagi obyektimizni boshlab o'tish jarayonidamiz. Uстановка jarayoni. Hozir maxsus texnikalarimiz bilan yerda kerakli darajada tekislab olyapmiz. Bu yoqda bizning ustakalarimiz, professional ustakalarimiz metall konstruksiyalarni tayyorlamoqdalar. Deyarli tayyor holatda beton ishlarimiz uchun apolovkalar tayyorlamoqdamiz. Bizda Jenko panellarimiz yetib kelgan. 150 kilovatga mo'ljallangan invertorlarimiz, hamma materiallarimiz bor. Inshaalloh bir hafta ichida mana shu ko'rib turgan maydonlaringizga 150 kilovat quyosh paneli elektrostansiyamizni o'rnatib ishga tushirib beramiz. Kimga quyosh paneli invertor stansiyalari qurish, ishga tushirib berish, elektromontajlari, uстановkalar kerak bo'lsa bizga murojaat qilingizlar. Biz garantiyalarimiz bor, sertifikatlarimiz bor. Kelishilgan narxlarda siz istalgan usulda hisob-kitob qilamiz. Kreditliy, naqd xizmatlarimiz kafolatga ega. Videolarimiz davomini ko'rib boring, ish jarayonini ko'rsatib boramiz. Hammaga rahmat.